Bismillahirrohmanirrohim. Imom Tahoviy rahmatullohi alayhi aytadilar: Allohning mohiyatiga qanaqa ekanligiga aql tushunib yetmaydi, uning hikmatini hech bir kimsa fahm etmaydi, aql ojiz. U maxluqotga, odamlarga o'xshamaydi. Ba'zi toifalar Allohni inson shaklidagi jismga o'xshatadilar. Nasroniylar esa uni o'g'li, xotini bor dedilar. Tabiiyki, o'g'il otaga o'xshaydi. Mana shu kabi tushunchalar botil e'tiqod sanaladi. Allah tirikdir, o'lmaydi, qoyimdir, uxlamaydi. U borliq olamlarni yurgizmoqda. U biror narsaga hojati bo'lmasdan yaratadi, biror yordamsiz rizq beradi. Biror narsaga ehtiyoj sezish nuqsondir. Allohga bunday nuqsonli sifatni bermoq joiz emas. Allohning rizq berishi ham xuddi shunday. Qo'rqmasdan o'ldiradi. O'lganlarni qiynalmasdan tiriltiradi. Unga nisbatan haloyiqning bor yo'qligi aslida bir xil. Yaratishdan avval ham qadimda barcha sifatlari bor edi. Yaratgandan so'ng unga biror sifat qo'shilib qolgan emas. Uning sifatlari azalda bo'lgani kabi abadiy boqiy qoladi. Maxluqotlarni yaratgandan keyin Xoliq, ya'ni yaratuvchi ismini olmadi. U Robbimizdir, Xoliqdir. Uni maxluqlardek, yaratilganlardek tasavvur qilishlik to'g'ri emas. U o'liklarni tiriltirishdan avval ham tiriltiruvchi edi. Shu jumladan Xoliq, yaratuvchi degan ismi ham azaldan bor edi. Zero u hamma narsaga qodirdir, hamma narsa unga muhtoj, hamma ish unga oson, biror narsaga muhtoj bo'lmaydi. U o'z ilmi bilan maxluqotni, barcha narsalarni yaratdi va taqdirini o'lchab belgiladi. Olamdagi barcha ishlar Allohning o'lchov va taqdiri bilan bo'ladi. Yaratilgan narsalarning barchasini qachon paydo bo'lishi, qachon yo'q bo'lishi va shu o'rtada nimaiki sodir bo'lsa, barchasi hisob kitoblidir va ularning ajallarini belgiladi. Ularni yaratmay turib ham unga hech narsa maxfiy emas edi. Odamlarni yaratmay turib, ular nima ish qilishlarini bilar edi. Alloh ularni o'ziga toat qilishga buyurdi va itoatsizlikdan qaytardi. Har bir narsa uning taqdiri, o'lchami va xohishi bilan sodir bo'ladi. Olamda sodir bo'layotgan avval oxir jamiki hodisalar uning xohish, iroda va o'lchab qo'ygan taqdiriga binoan sodir bo'ladi. Uning iroda va taqdirisiz daraxtdan bir barg to'kilmaydi. Hatto ko'zimizni ochib yumishimiz ham uning taqdiri bilan. Uning xohishi hamisha ustundir. Bandalarning xohishi uning xohishiga bog'liqdir. Bas Alloh o'z bandalariga nimaiki xohlasa, o'sha ish sodir bo'ladi, xohlamagani sodir bo'lmaydi. Agar shunday bo'lmaganida bandalar nimalarni xohlamaydi deysiz. Shuning uchun ham bandani emas, Allohning xohlagani bo'ladi. Xohlagan bandasini o'z xohishi bilan gunoh ma'siyatlardan saqlab, hidoyatga, to'g'ri yo'lga boshlaydi va xohlagan bandasini o'z adolati bilan adashgan holicha yordamsiz qoldiradi. Alloh taolo bandani hidoyat yoki zalolatga boshlar ekan, avvalo uning qalbiga qaraydi. Agar chin dildan haq yo'lga kirishni istasa, unga Alloh o'z irodasi ila hidoyat ato qiladi. Aksincha qalbida yomonlikka intilish bo'lsa, zalolatga uchratadi. Robbimiz adolatining ma'nosi shu. Bu tafsiri Nasafiyda bitilgan. Bu yerda yana bir masala bor. Agar Alloh barcha bandalarni hidoyatga boshlash shart bo'lganida, birorta inson kofir bo'lmagan bo'lardi. Hech kim unga bunday shart qo'ya olmaydi. Bandalarning hammasi uning yo fazliga yoki adliga uchrab turadilar. Goh Allohning inoyati bilan omadi kelsa, goh uning o'lchab qo'ygan taqdiri bilan qiyinchiliklarni boshdan kechiradi. Shu o'rinda oramizda Alloh bergan taqdiriga norozi bo'lgan bandalar ham uchrab turadi. Allohning taqdiriga norozi bo'lish men Allohning bandasi emasman deganidir. O'zi asrasin, hatto ba'zan mo'min musulmonlar orasida o'z joniga qasd qiluvchilar ham uchrab turadi. Bunday inson ozgina dunyo tashvishlarini abad oxirat azobiga almashtirgan bo'ladi. Do'zax azobi o'ta og'irdir. Alloh asrasin. Allohning raqibi ham tengi ham yo'qdir. U bergan taqdirga hech kim qarshilik qila olmaydi. Hukmini hech kim o'zgartira olmaydi. Ishlariga hech kim to'sqinlik qila olmaydi. Yuqorida aytilganlarning barchasiga iymon keltirdik. Hamma narsa Allohdan ekanligini aniq bildik. Yuqorida keltirilgan bandlarda Allohga bandalikning avvalgi shartlari tushuntirildi. Bu narsalarni yaxshilab o'qib o'rganishimiz farz bo'ladi. Alloh taolo Imom Azam, Imom Abu Yusuf, Imom Muhammad va Imom Tahoviy rahmatulloh alayhilarni o'z rahmatiga olsin. Bi rahmatiga ya arhamar rohimin.